Assalomu alaykum. Barchinoy onasiz bo'lasizmi? Adashmadikmi? Ha, yo'q, adashmadingiz. Salomatmisiz onajon? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Avvalo bezovta qilib qo'ygan bo'lsam uzr so'rayman. Sizni bugungi shukronalik, shodiyonalik payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Tanajoningiz sog', umringiz xayrli amallarga boy bo'lsin. Quvonchli kunlar, baxtiyor lahzalar sizni aslo tark etmasin. Ilohomi. Ayni fursatlarda men sizga tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman va siz ushbu loyiha boshlovchisi bilan suhbatlashyapsiz. Siz bilan suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Bilasizmi onajon, sizni bizning loyihamiz orqali bir yaqin insoningiz tabriklab qolgan ekanlar. Aytingchi, nima deb o'ylaysiz? Sizni bizning loyihamiz orqali qaysi yaqin insoningiz tabriklab qoldilar? Diğerlerinden bittasi bo'lsa kerak-da. Aynan qaysi biri deb o'ylaysiz? Rahmatullohdir-da. Juda ham to'g'ri topdingiz. Sizni ayni damda ushbu go'zal ayyomlaringiz bilan musofirda yurgan jiyaningiz Rahmatulloh aka tabriklab qoldilar. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin, ishlari ilgari bo'lsin ilohim. Aytganingiz kelsin. Onajon, jiyaningizning siz uchun atalgan go'zal bir dilnomalari, tabrik maktublari bor ekan. E'tiboringizga havola etsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum, dunyolarga alishmas inson, onamdek mehribon, jigarlarini qadrlaydigan xolajonim. Sizni bugungi go'zal ayyomingiz, tavallud kuningiz bilan chin ko'ngildan muborakbod etaman. Ilohim yaratganning o'zi sizni har yerda asrasin. Eng suyukli bandalari qatorida bo'ling. Farzandlaringizni baxt va kamolini, go'zal kunlarini xayrli umringizda ko'rib yuring. Yaqinlariga mehr ulashguvchi qalbi daryoyim, hokisorgina xolajonim. So'zi bilan ham, amali bilan ham hech kimga ozor bermaydigan beozorim, mehribonim, farishtam. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Ilohim barcha go'zal istaklaringiz ijobatini ko'rib, ikki dunyoda ham aziz va mukarram bo'lib yurishingizning tilakdoshiman. Biz barchamiz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukrlar bo'lsin. Qalbingiz yashnasin misoli yaproq. Tuganmas baxt, shodlik hamisha hamroh. Nurlarga bezalsin har bir o'tarchoq. Sizga yangi kunda yangicha tilak. Shukrona kuningiz bo'lsin muborak. Xafalik yarashmas, ranjimang zinhor. Shirin tabassumla ko'rsatib viqor. Ostonangiz uzra 4 fasl bahor. Sayrasin shu qushlar giryon kapalak. Shukrona kuningiz bo'lsin muborak. Sizdan eng baxtli inson bo'lmasin. Farishtalar izingizdan hech ham qolmasin. Mehr va muhabbatdan aslo tolmasin. Ko'ksingizda urib yurgan bu yurak. Shukrona kuningiz bo'lsin muborak. Qalbingizdan yiroq bo'lsin anduh g'am. Nogoh ko'zingizda ko'rmay sira g'am. O'zingizni asrang mening uchun ham. Qadrdonlaringiz sizga samimiy tilak. Shukrona kuningiz bo'lsin muborak. Deya Rahmatulloh aka sizni mana shunday samimiy tarzda shukrona kuningiz bilan tabriklab qolgan ekanlar. Rahmat bolam. Kam bo'lmasin. Bolalariga bosh bo'lsin, tug'ilajak bo'lsin, qizg'og'in umri bilan rizqidan bergan bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'shsin. Ilohim sizlarga ham tan joningiz sog' bo'lsin. Baxti kamolini ko'ringlar. Men yoshimda ham o'tmanglar sizlardan. Rahmat bolam. Onajonim, yana bir bor go'zal ayyomlar, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Hamisha mana shunday yaqinlaringiz ardog'ida va e'zozda bo'lishingizning tilakdoshiman. Ayyomlarni yaxshi kayfiyatda, yaqinlar davrasida go'zal o'tkazib oling. Rahmat. Minnatdorman, tashakkur. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka
yaralganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda sonda. Bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, oh mening jigarlarim. Sog'intirganlarim, ey sog'inganlarim. Jigarlarim, oh mening jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling tez-tez ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin